3 xona 58 ming dollar, 78 kvadrat metr. Kadastr qo'limizda uy egalariga juda ham yonib qolganligi uchun arzonga qo'yganmiz. Xullas, Sergeli 5 ta joylashgan 9 qavatli binoni 9-qavatli 3 xona 78 kvadrat metr, 2 ga 6 balkon, kirib yashashga tayyor. Konditsionerlar qoladi, bot mana bitta holimizni tak kuchna bo'lgan, kuchnani balkonga olib chiqilingan. Получается 3 xona 4 xona hisobida qabul qilaverasizlar. Bot mana mehmonxonasi bo'lyapti. Gastiniy. Razdelniy sanuzel, holat yaxshi. Normalniy oila yashab turibdi. Bot kattalar yotoqxonasi. Bot mana vanna. Va bot 3-xona skvadnoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi. Faqat naqdga sotilyapti. Okalar o'zi bu uylarni-chi 65 mingdan kam sotmaganmiz. Tepa etajlarini ham, bez remontini ham. Sababi planirovkasi yaxshiligi uchun 58 mingga 1 kun muddat qoldi. Bugun sotib bering aka deyapti. Men aytdim, "Yo'q, bugun ertaga sotamiz" dedi. Mabodo sotilmaydigan bo'lsa, vikupchilarning qo'liga o'tib ketadi. Endi ular tirikchiligini qiladi, xullas. 58 mingga beriladi. Tak, manzilli etdi, orientir metro 2-bekatning yonida bo'lyapti. 9 qavatli binoni 9-qavati.